Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Telefonni yorroqqa ushlang, yorroqqa. Sizni yaxshi ko'rmayapman. Ana shunday. Ana shunday ushlang. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Men o'z telefon qilaman, qaytib chiqaman. Alo. Men shu Zapistaman. 2 kun oldin, 3 kun bo'ldi. 3 kundan beri bo'lib kelyapti bizga. Yaxshi eshitilmayapti, ichkari. Vaqti yaxshi eshitilmayapti. 3 kundan beri xotinim yo'q, xotinim qochib ketgan. Bolamni ham olib, xotinimni qidirib yuribman, to'g'risida. O'shanga sizga yordam so'rab chiqdim. Iloji bo'lsa bir video zo'nib chiqaman. Telefon ursam, telefonlariga javob bermaydi. O'chik telefonlari. Xo'p, xotiningiz qochib ketgan. Sizlar hozir Rossiyadamisiz? Men o'zim Rossiyadaman. Meni bitta aybim, men biroz mastlikda so'kkanim. Aybim. To'g'risida. So'kkanman. Har odamda bo'ladi, har bir kishida, yigit kishida. Ayol kishi tushunmaydi. To'g'ri. Bola chaqangiz bilan borgansizmi? Ha? Yo'q, men bu yerda o'zimman. Bola chaqam yo'q. Bola chaqam O'zbekistonda. O'zbekistonda onamning oldida onamni qarab o'tirgan bu ayol kishi. Ismingiz nima sizni? Hozir uyimdagilar Otaboy. Ha? Otaboy. Otaboy. Nimaga Rossiyada birinchi savolim, nimaga Rossiyada xotin bola chaqangizni olib bordingiz? Xotiningiz nimaga olib bordingiz? Xotinimni olib kelmadim, O'zbekistonda xotinim. Xo'p. Xotinim O'zbekistonda, ota-onamni oldida. Xo'sh. 3 kun bo'ladi, yo'q, qochib ketgan. Men biroq aybim so'kkanman, o'shaning uchun ketib qoldimi deyman, o'zim ham o'ylanib yotibman. Mazam yo'q o'zimning ham. Xotiningiz O'zbekistonda ota-onangizni oldidan qochib ketgan. Qochib ketgan, nomerlari ishlamaydi, telefon nomerlari. Men bexabarman. Qaynota menga ketaman deng. Qaynota qaynonangizni oldiga. Ular ham bilmayman deyapti. Ular ham aytayapti, bilmayman deydi. Ertalab chiqib ketgan bugunda. Erta bilan chiqib ketgan, shu bilan yo'qmi? 3 kun. Yo'q, 3 kun oldin ham ketaman degan paytda uydagilar "O'tir, nima uchun ketasan?" dedi. Olib qoldi, mashina chaqirgan ekan o'zi. Mashina chaqirgan ekan. Mahalla keldi, boshqa keldi. Oilang bilan o'tir, tinch qil, hamma oiladan bor gap dedi. Boshqa deb tushuntirishgan. O'shanga ham qaramay, ham bugun ketib o'tiribdi. Menga xabarim ham yo'q, to'g'risi. Uydagilarning ham xabari yo'q. Ertalabdan chiqib ketgan. Mashina chaqirgan, ketgan. Senga murojaatim shu. Qarang, oilaviy masalaga aralashishga bizning haqqimiz yo'q. Uyimdagilar qilyapti. Oilaviy masalalarga bizning aralashishga haqqimiz yo'q. Lekin o'zimda lishli savolim, nima sabab bo'ldiki siz bunchalik ichib, uni so'kib, nima bo'ldi o'zi? Men avval ichaverdim, to'g'ri ichaman. Lekin nari tur, beri tur deb bir shapaloq tortgan emasman-da, to'g'risi. O'zim xotinim yaxshi ko'raman. Xo'p, agar shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, qaytsin deyman. Kallasini ochilsin o'zi deyman. Kallasi agar birov aylantirgan bo'lsa deyman. Ochilsa men oilamni deyman. Bolam bor o'rtada. Qizim yolg'izgina. Qayerdan bunday fikrga kelasizki, xotiningizni kimdir boshini aylantirib ketgan degan fikrlar? Bo'lmasam qayerdan masalan mening biroq so'kkanim bilan ketib qoladimi ayol kishi degan. Endi может kurakka turmaydigan so'kishlar bilan so'kkandirsiz. Ayol kishi ham odam-ku, ular ham sizday menday inson-ku. Ularda ham bir bunday gap bor. To'g'risi, shapaloq tortgan emasman-da xotinim. Shunda qaynota qaynonangizga hozir telefon qilyapsiz, umuman aloqaga chiqishmayapti, ha? Yo'q. Yo'q, ertalab gaplashdim, nima deydi? Men ham bilmayman, seni militsiyaga beraman, qizimni topib berasan deydi. Men qayerdan bilay? Uyimdagilar bilmasa, men bilmasam, xabarim bo'lmasa qochib ketgan. Kim militsiyaga beraman deyapti? Uydagilarimi?
uyidagilari-da, dadasi aytyapti, dadasiga telefon qilib aytyapman, qizingiz ketib qolibdi, qayerga ketgan, uyingizga ketdimi, ayting xabar yangiligini, boshqasini desam, men bilmayman, qizim, sen qizimni topib berasan, seni militsiyaga beraman, qamataman deyapti-da. To'g'risi. Men nima ayb qildim? Qamashga masalan. Ya bor ket demasam unga. Yaxshi ko'rib turmushga chiqqansizlarmi? Xudoga shukr, sevishganmiz. Siz hozir Hozir ham sevaman. tushundim. Qarang, siz hozir Moskvadamisiz? Rossiyada yuribsizmi ishlab? Sochidaman, Sochida. Sochidasiz. Xo'p. Ha. Yeb ichishidan, yurish turishidan bunday qiyinchiligi yo'qmi? Yo'q, Xudoga shukr. Ishimdan nolimayman. Ishim oldin ham ishlaganman. Yo'q, ishingizda Uylidan uyga borib kelinni qiynab qo'ymagansizmi deyapman-da. Yo'q. Xohlasa pul desa pul to'lab beraman. Kartasi bor edi. Kartasiga pul to'lab berardim. Har oylik olganimda 5 ming, 10 ming shunday kartasiga to'lab berardim. Yeb-ichishiga. Oilamdan tashqari, oilam bilmasligi uchun, onam, otam bilmasligi uchun shunday to'lab berardim. Bu hozir qilayotgan murojaatingizni YouTube'ga qo'yish uchun o'sha murojaatni qilyapsiz, to'g'rimi? Ha. O'z xohishingiz bilan. Bu xotinim ko'rsin, qaytsin deyman. To'g'risi, qaytsin deyman. Menga ket degan emasman. Tushundim. Endi qarang, keling bitta ish qilamiz bo'lmasam, может yaxshi niyatda, может xolasi ammasini uyidadir. Keling bitta ish qilaylik. Shu ayolingizni hozir rasmini qo'ymaymiz internetga. Lekin tashab qo'ying. Может Telegram gruppamga shu ayolni ko'rgan bilganlar bormi deyishim mumkin. Telegram gruppamda ko'rib kuzatib turasiz. Agar uydagilari ham haqiqatan bilmaydigan bo'lsa, qayerga bo'lsa ham topib berishga harakat qilamiz, muammo yo'q. Avvalambor uni ichki ishlarga, o'sha organ xodimlariga murojaat qilish kerak ayolingizni topish uchun. Uydagilarga aytdim, unga ham chiqinglar dedim. Topish kerak dedim. O'lik deganimiz bir nimaga boringlar dedim. To'g'risi topib bo'lmayapti. Topib bo'lmayapti. Mahallaga bordi, mahalla o'zimiz uchastkoga borishdi. Hozir uchastkoga ham o'zi Toshkentda emish, o'qishdaymish, boshqa emish, bilmayman. Xo'p, siz xotiningizni Rossiyaga chaqirib olmoqsiz-a, sizni oldingizda emas. Yo'q. O'zbekistonda. Men o'zim Rossiyadaman. Hozir ham Rossiyada o'zim. Tushundim. Yaxshi, unda o'zingizda o'sha murojaatingiz bo'lsa, o'zingizning gaplaringiz bo'lsa, gapiring mana. Может qaynota qaynonangiz eshitadi, может ham xotiningiz eshitib, может uyga qaytar. Nima, uyga qayt bo'lgani. Men gapim shu. Men sana bir uyroq tur demadim. Uyga qayt bo'lgani. Biroq so'kkanim ustimda ketish bir noo'rin gap lekin bu. Kechir meni agar yomon so'kkan bo'lsam, qayt uyga bo'lgani. Farzandlaringiz yerga ketgan bo'lsam ham. Yo'q. Farzandlardan bittasi hozir qornimda bor. Bittami? Ha, bitta qizim bor. 1,5 yoshda. Tushunarli. Mayli, unda internetga qo'yib ko'ramiz. Может ko'rgan bilganlar bordir, qo'ni qo'shni, qarindoshlar aloqaga chiqishib qoladi. Rasmini to'ylab qo'yaman. Tashab qo'ying rasmini, mayli.